Italiyalik Sezar Gardini nomini olgan Sezar salatimiz o'zbeklarimizni ham ko'nglidan joy olgan. Sezar salatimizni hamma o'zgacha uslubda qiladi. Mana uslubimni esa o'rganamiz. Toster donamizni uchburchak holatga keltirib, ustidan rotten purpuravasi, chesnok, salatni yog' solib, duxovkaga yo'naltiramiz. Qolgan mahsulotlarimizni esa shu videoda ko'rgan uslubda to'g'raymiz. Tovuq go'shtini yaxshilab yog'da qovurib, iceberg garamimizni muzday suvga avitib qo'yib va yaxshilab quritib olamiz. Sezar salatiga o'zgacha ta'm beruvchi bu birinchi darajali un sousi bo'ladi. Mayonezimizga chesnok, anor sousi, tuz, ziravorlar solib yaxshilab aralashtirib, iceberg garamimizni solib yaxshilab aralashtirib, qolgan mahsulotlarimizni esa shu videoda ko'rgandek ketma-ketlikda solib, yarmini olib qo'yib, chiroyli idishimizga solib, ustlariga sirlarni syorkadan chiqarib, shu videoda ko'rgandek ketma-ketlikda ustlarini chiroyli bezatib, iftorlik dasturxonimizga tortamiz. Ro'za tutgan yaqinlarimizni duosini olamiz. Albatta duolaringizda